haqiqiy bayram kuni. 1-iyul Xalqaro bolalar bayrami kuni. Shu munosabat bilan Sharof Rashidov tuman hokimligi tomonidan ajoyib bayram tadbiri tashkil etilgan. Demak, bugungi bayram tadbiridan ajoyib lavha tayyorlayapmiz. 1-iyul Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Sharof Rashidov tuman markazida katta bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbir davomida 5 ta muhim tashabbus doirasida iqtidorli yoshlar o'z mahoratini namoyish etdilar. Tasviriy san'at, musiqa, hunarmandchilik va shaxmat yo'nalishlarida o'tkazilgan ko'rgazmalar barchada katta taassurot qoldirdi. Tuman hokimi yoshlarning ijod mahsullari bilan tanishib, ularning ijodiga katta qiziqish bildirdi. Shundan so'ng bayramning eng quvonchli qismi bolalar uchun mo'ljallangan konsert dasturi boshlandi. Tadbirda tuman hokimi Mahmud Xolbutayev so'zga chiqib, barcha bolalarni bayram bilan samimiy tabrikladi. Bugungi kun butun umr yodda qoladigan kun bo'ladi. Hammalaringizni mana shu 1-iyul bolajonlar kuni bilan yana bir bor tabriklayman. Hammangizga bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. 1-iyul Xalqaro bolalar kuni munosabati bilan katta tadbir tashkil etildi. Bunga tadbir tashkilotchilari tuman hokimligi, tuman madaniyat bo'limi, tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi va bir qator hamkor tashkilotlar orqali tashkil etildi. Bugungi bayram bilan butun O'zbekistonimizning bolajonlarini chin dildan tabriklayman. Sahnada bolajonlar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, ajoyib raqslar va teatrlashtirilgan badiiy chiqishlar bayramga o'zgacha fayz bag'ishladi. Tadbirga tashrif buyurgan ota-onalar ham farzandlari quvonchiga sherik bo'ldilar. Tumanimizda xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlab tadbir bo'lyapti ekan. Bolalarimizni olib bayramga keldik. Bayram juda ham chiroyli tashkil etilgan. Har xil qo'shiqlar, raqslar bo'lyapti. Biz ham shu bolalar bahonasida mazza qilib dam olib ketyapmiz. Fursatdan foydalanib barcha bolalarni bayram bilan tabriklab qolamiz. Vaqtimizga omon bo'lishdi. Bayram davomida Sharof Rashidov tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i Dilfuza Sadriddinova ham so'zga chiqib, barcha bolalarni ushbu quvonchli kun bilan samimiy tabrikladi. Bolajonlarimizni kelajagi bizning qo'limizda. Biz qanday tarbiya qilsak, ularni voyaga yetkazsak, qanday qilib tarbiya bilan birgalikda ta'lim bersak, mana shu bolajonlarimiz ertangi kunimizni, respublikamizning taraqqiyotini, ota-onalarimizni baxtini, shuurini belgilab beradi. Yana bir marta sizlarning bayramlaring qutlug' bo'lsin. Sog' bo'linglar bolajonlar. Shuningdek, bayram tadbirida faol ishtirok etgan bolajonlarga tuman hokimining esdalik sovg'alari ham topshirildi. Bayram munosabati bilan bolajonlarga bepul muzqaymoqlar ham tarqatildi. Mehr, e'tibor va quvonch bilan to'lib toshgan mazkur bayram tadbiri bolajonlarning qalbida bir umr unutilmas xotiralarni joyladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimizda ham xalqaro miqyosda bola huquqlari doimo e'tibor markazida bo'lib kelmoqda. Chunki bolalar ertamiz egalari. Ularni barkamol inson etib tarbiyalash esa baxtli va farovon kelajagimiz kafolatidir. Shu o'rinda biz ham barcha bolajonlarimizni 1-iyul Xalqaro bolalarni himoya qilish bayrami bilan samimiy qutlaymiz.